Mehnat ta'tilida bo'lgan vaqtimda ish beruvchi ishga chaqirib olishga haqqi bormi? Xodim mehnat ta'tilida bo'lgan davrda xodimni ishga chaqirib olish mumkin yoki ish beruvchida shunday vakolat mavjudmi? Ishlab chiqarish jarayonida yoki tashkilotda mehnat hajmini oshishi natijasida ba'zi hollarda mehnat ishchi kuchini yetishmasligi natijasida ish beruvchi xodimlarni mehnat ta'tilidan chaqirib olishga majbur bo'ladi. Ammo bu holatda bitta muhim jihatni unutmaslik lozimki, avvalo ushbu holatda xodimning roziligi talab qilinadi. Ya'ni yozma roziligi. Qachonki ish beruvchi xodimni chaqirib olmoqchi bo'lsa mehnat ta'tilidan xodimning yozma roziligi talab qilinadi va xodim yozma rozilik bergan taqdirdagina uni mehnat ta'tilidan chaqirib olish mumkin. Ammo O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 232-moddasida xodimni mehnat ta'tilidan chaqirib olish tartibi belgilangan. Unga ko'ra xodim mehnat ta'tilidan chaqirib olingan holatda unga beriladigan, ya'ni bir ish yil davomida beriladigan mehnat ta'tilini kamida 14 kalendar kundan iborat qismini o'sha ish yil davomida foydalanish kerak. Ya'ni xodim mehnat ta'tilidan chaqirib olingan holatda uni 14 kalendar kundan iborat mehnat ta'tilini qismi aynan o'sha yildan ish yili mobaynida foydalanish kerak va bu holatda uni 14 kalendar kundan iborat bo'lgan qismi o'sha yildan boshqa davrga ko'chiriladi yoki to'liq holda ham ko'chirilishi mumkin. Yoki 14 kalendar kundan iborat bo'lgan qismidan oshgan qismi keyingi ish yiliga ko'chiriladi va xodim keyingi ish yili mobaynida o'tgan ish yil davomida foydalanmay qolgan mehnat ta'tilining qolgan qismidan ham foydalanishi mumkin bo'ladi. Qanday holatlarda nikoh haqiqiy emas deb topilishi mumkin? Oila quruvchilar oila kodeksiga asosan bir maqsadni ko'zlamay tuzgan bo'lsa, ya'ni oila qurishni maqsad qilmasdan nikohdan o'tgan taqdirda bu haqiqiy emas deb topiladi. Ya'ni masalan, soxta nikohlar deymiz yoki nikoh haqiqiy emas deymiz. Bu holatda qanday aniqlasak bo'ladi? Yosh kelin-kuyovlar ariza bilan murojaat qiladi, nikoh qayd etiladi. Lekin ular bir oila bo'lib yashamaydi. Yashamay turib nikohni bekor qilishga keladi. Bunday holatlarda bu bir oila bo'lib yashamagan kelin-kuyovlar haqiqatda ham masalan qanaqadir bitimni yashirish uchun yoki chet mamlakatga chiqib ketish uchun yoki qanaqadir ishga lavozimga ega bo'lish uchun yoki yana qanaqadir maqsadlarini yashirish maqsadida nikohni qayd ettiradilar. Lekin ularning maqsadi bir oila bo'lib yashab, bir tom ostida yashab oila qurish emas. Shunday holatlarda nikohni bekor qilish uchun emas, sud tartibida nikohni haqiqiy emas deb topish uchun murojaat qilishlari fuqarolarga tushuntiriladi. Chunki ularning maqsadi oila qurish emas. Hozirgi mana shu haqiqiy emas deb topilgan nikoh hisobga olinmaydi. Qonunchilikka ko'ra mehnat shartnomasi tuziladigan davrda dastlabki sinov tartibi va muddati qancha bo'lishi kerak? O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 129-moddasiga asosan xodimlarga quyidagi tartibda mehnat, ya'ni dastlabki sinov belgilanadi. Ya'ni mehnat shartnomasida xodimga nisbatan, ya'ni berilgan ishga muvofiqlikni tekshirish maqsadida va xodim tomonidan o'sha topshirilgan ishga o'zini ishlab ketishini qarorini qabul qilish maqsadida beriladi. Dastlabki sinov mehnat shartnomasida shartlashilgan bo'lishi kerak. Agar mehnat shartnomasida dastlab shartlashilmagan bo'lsa, xodimga dastlabki sinovsiz ishga qabul qilingan hisoblanadi. Mehnat kodeksining 129-moddaning 4-bandiga asosan quyidagi holatlarda quyidagi shaxslarga dastlabki sinov belgilanmaydi. Ya'ni birinchi holat xonador ayollarga, ikkinchi 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayollarga va yolg'iz 3 yoshga to'lmagan bolani yolg'iz ota tarbiyalayotgan bo'lsa otalarga, 18 yoshga to'lmaganlarga, keyingi ya'ni dastlabki o'sha ta'lim muassasalarini bitirgan va 1 yil ichida ish qidiruvchi, ya'ni ishga kirmaganlarga dastlabki sinov qo'llanilmaydi va 6 oygacha muddatli mehnat shartnomasi tuzilganlarga qo'llanilmaydi.
Dastlabki sinov muddatlari 3 oy, tashkilot rahbarlariga, tashkilot rahbarlar o'rinbosarlariga, bosh buxgalterlarga, tashkilot alohida bo'linma rahbarlariga 6 oygacha dastlabki sinov belgilanishi mumkin. Dastlabki sinov natijalariga ko'ra, ya'ni agar topshirilgan topshiriqda xodim tomonidan yoki xodimga topshirilgan ish vazifani bajara olmaydigan holat bo'lsa, taraflar bir-birovini 3 kun oldin yozma shaklda ogohlantirgan holda tuzilgan mehnat shartnomani bekor qilishga haqlidir. Kredit tarixini onlayn ravishda olish mumkinmi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 20-noyabrda jismoniy va yuridik shaxslarga ma'lumotnomalar berish to'g'risidagi 612-sonli qarori qabul qilingan. Mazkur qaror bo'yicha jismoniy shaxslarga kredit tarixini olish ma'lumotnomasini onlayn ravishda olish mumkin. Ushbu qaror asosida jismoniy shaxslar Davlat xizmatlari markaziga o'zi shaxsan kelib yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari markazlari orqali ariza berishi mumkin. Davlat xizmatlari markazlariga ariza berganda Davlat xizmatlari markazi xodimi arizachi nomidan so'rovnomani to'ldirishi belgilangan. Agar jismoniy shaxs 1 yil ichida kredit tarixini olish bo'yicha ariza berayotgan bo'lsa, mazkur ma'lumotnoma bepul hisoblanadi. Keyingi arizalarda esa bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida yig'im undirilishi belgilangan. Shuningdek, so'rovnoma to'ldirilgandan keyin tayyor bo'lgan ma'lumotnomani Davlat xizmatlari markazi qog'oz shaklida chop etishi yoki elektron shaklda taqdim etishi belgilangan. Mehnat shartnomasi nima? Mehnat shartnomasi mazmunida quyidagilar ko'rsatilib o'tilgan. Mehnat shartnomasi birinchi asosiy nima qilinadigan narsasi bu shundan iboratki, ish joyi xodim bilan ish beruvchi o'rtasidagi kelishuvga asosan mehnat shartnoma mazmuniga kiritiladi. Demak, bulardan quyidagilardan iborat. Mehnat shartnomasida asosiy ko'rsatilgan narsa birinchisi asosiysi ish beruvchi o'rtasidagi kelishuvga asosan ish boshlanadigan sana va ikkinchisi ish turi kasbi bo'yicha, mutaxassislik bo'yicha beriladigan ishlar. Keyingisi dam olish va ish soatlari belgilangan. Ish soatlarida dam olish soatlari, tanaffus paytlari, ish rejimi qandayligi. Keyingisi ish jarayonida beriladigan ish haqi miqdori, to'lov stavkasi va mehnatga to'lanadigan haq miqdorlari ko'rsatiladi. Va keyingi nimalardan shunlardan iboratki, mehnatga haq to'lashda ko'rsatiladigan tarif stavkasi yoki umumiy maosh miqdori. Keyingisi ish sharoiti, ya'ni ish sharoitiga qanday ish xususiyatiga ega. Ish xususiyatidan kelib chiqib mehnat shartnomasida ko'rsatiladi ish xususiyatlari. Yana bir shundan iboratki, ish jarayonida xodimlarga beriladigan imtiyozlar. Hal qiluv qarori ustidan shikoyat berish tartibi qanday? O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsess kodeksiga asosan hal qiluv qarori ustidan shikoyat berish tartibi agar apellyatsiya tartibida 1 oylik muddat ichida shikoyat berish mumkin. Hal qiluv qarori qonuniy kuchga kirgandan keyin 1 oylik muddat o'tgandan keyin shikoyat berish mumkin bo'ladi. Bunda soddalashtirilgan tartibdagi ishlarni ko'rish jarayonidagi ishlar bo'yicha hamda huquqiy ta'sir choralarini ko'rish bilan bog'liq ishlarda 10 kunlik muddat o'tgandan keyin shikoyat beriladi. Agarda taftish tartibida shikoyat berilish lozim bo'ladigan bo'lsa, mazkur hal qiluv qarori ustidan kassatsiya hamda apellyatsiya ishlari ko'rib chiqilgandan keyin taftish tartibida 1 yillik muddat ichida taftish shikoyati berilishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari hal qiluv qarori shikoyat berishining tartiblari Iqtisodiy protsess kodeksining apellyatsiya, kassatsiya hamda taftish tartibidagi shikoyat berish muddatlari va tartiblari huquq normalarida alohida ko'rsatib o'tilgan. Hal qiluv qarori ustidan shikoyat berish jarayonida birinchi navbatda hal qiluv qarori ustidan apellyatsiya tartibida shikoyat beriladigan bo'lsa, apellyatsiya tartibida shikoyat beriladigan shikoyat va unga hal qiluv qarorining nusxasi hamda taraflarga yuborilganligini tasdiqlovchi pochta kvitantsiyalari hamda sud xarajatlarini to'langanligi to'g'risidagi davlat boji hamda pochta xarajatlarini kvitantsiyalari, shuningdek apellyatsiya yoki kassatsiya ustidan berilayotgan o'sha hal qiluv qaroridagi ma'lum bir
asoslovchi hujjatlarni, ya'ni o'sha hal qiluvchi qaroriga nisbatan e'tiroz bildiriluvchi hujjatlarni qo'shimcha dalil sifatida ilova qilinishi mumkin bo'ladi. Sud idoraviy arxividan sud hujjatlaridan nusxa olish uchun qancha miqdorda davlat boji to'lanadi? 2020-yil 6-yanvarda qabul qilingan davlat boji to'g'risidagi 600-sonli qonuniga muvofiq aynan sud hujjatlarining nusxalarini, dublikatlarini, ko'chirmalarini, shuningdek taraflarning yoki sudda ishtirok etgan boshqa shaxslarning iltimoslariga binoan o'sha sud hujjatlaridan nusxa berishni so'rab bergan arizalariga muvofiq har bir taqdim qilingan hujjatning har bir beti uchun bazaviy hisoblash miqdorining 2% miqdorida davlat bojlari undiriladi. Agar nusxa oluvchi shaxs o'zining shaxsiy uyali telefoni orqali fotosuratga oladigan bo'lsa hujjatlarni, bunday holatda hech qanday davlat bojlari undirilmaydi. Sudda qanday hollarda da'vo arizalari ko'rmasdan qoldirilishi mumkin? O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksining 107-moddasiga ko'ra sud da'vo arizasini quyidagi hollarda ko'rmasdan qoldiradi. Agar fuqarolik ishlari bo'yicha sud, iqtisodiy sud, hakamlik sudi, arbitraj sudi ish yurituvida ayni bir shaxslar o'rtasidagi, ayni bir predmet to'g'risidagi va ayni bir asoslar bo'yicha nizo yuzasidan ish mavjud bo'lsa, da'vogar birinchi sud majlisiga kelmagan va ishni o'zining ishtirokchisi ko'rish to'g'risida arz qilmagan bo'lsa, qonunchilik yoki shartnomaga ko'ra qarz bank yoki boshqa kredit tashkiloti orqali undirish lozim bo'lishiga qaramasdan da'vogar qarzni undirish uchun bank yoki boshqa kredit tashkilotiga murojaat etmagan bo'lsa, taraflar o'rtasida mediatsiya kelishuv tuzilgan bo'lsa, yuridik ahamiyatga ega bo'lgan faktlarni aniqlash to'g'risidagi nizo ko'rilayotganda, huquq to'g'risida nizo kelib chiqqan bo'lsa, da'vogar manfaatlarini ko'zlab prokuror, davlat organi va boshqa shaxs tomonidan taqdim etilgan da'vodan da'vogar voz kechgan bo'lsa, javobgarga nisbatan to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi ish qo'zg'atilgan bo'lsa va javobgarga nisbatan taqdim etilgan da'vo to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi talab doirasida ko'riladigan bo'lsa, sud da'vo arizasini ko'rmasdan qoldirish to'g'risida ajrim chiqaradi. Sudning ajrimida ishda ishtirok etuvchi shaxslar o'rtasida sud xarajatlarining taqsimlanishi, davlat bojini budjetdan qaytarish to'g'risidagi masala hal etilishi lozim. Sudning ajrimi ishda ishtirok etuvchi shaxslarga yuboriladi. Da'vo arizasi ko'rmasdan qoldirish uchun asos bo'lgan holatlar bartaraf etilgandan so'ng da'vogar sudga umumiy tartibda yangidan da'vo arizasi bilan murojaat etishga haqli.